Bir odam 99 kishini o'ldiribdi va u bir erkakning oldiga borib aytibdi: "Men 99 ta odamni o'ldirdim. Alloh meni kechiradimi?" Va u erkak aytibdi: "Yo'q." Va u odam shu erkakni ham o'ldirdi. 100 ta bo'ldi. Biroz muddatdan so'ng u bir olimni topibdi. Uning ilmi bor edi. Va u so'rabdi: "Men 100 ta odamni o'ldirdim. Alloh meni kechiradimi?" Olim aytibdi: "Seni Allohning mag'firatidan to'sadigan hech kim yo'q. Sen bilan Allohning rahmati o'rtasida hech narsa turmaydi. Ammo sen bu yerni tark etib atrofida yaxshi insonlar bor yerga borishing kerak. Sen yaxshi odam, yaxshi musulmon bo'lishing kerak." Va u bu yerdan ketibdi. Yo'lda ketayotgan vaqtida Alloh u uchun o'limni yozdi va u o'ldi. Va rahm shafqat farishtasi va jazo beruvchi farishta keladi va ular uni kim olib ketish haqida bahslashadilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularga u bilan u kelgan shahar orasidagi masofani o'lchashni vahiy qiladi va u bilan u ketayotgan shahar orasidagi masofani o'lchang deydi. Va Alloh butun yer dinamikasini qimirlatadi va uni u borayotgan yerga yaqinlashtirib qo'yadi. Alloh bizga u qanchalik samimiy va bizni qanchalik kechirishini xohlashini ko'rsatib qo'ydi. U yerning butun dinamikasini o'zgartirdi, yerni qisqartirdi, toki u odam ketayotgan shaharga yaqinroq topilish uchun va Alloh uni kechirdi. Sizni Allohning rahmatidan kim to'smoqda?